Akalar kuni kecha salonga borib Cobalt yangisini narxini so'rasak, Midnight emas, xuddi shunaqa eski versiyadagi Cobalt 156 million turibdi salonda 2025. Endi bu 23-yilda ishlab chiqarilgan, tabiiy atiga 22 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Rangini e'tibor berasizlar, qora rangda. Qora faqat Gentra emas, Cobalt ham legenda hisoblanadi. Diska balon holatini ko'rsatib o'tasiz. Minervadan yumshoq balon taqilgan ekan, salon holatini ko'rsatib o'tasiz. Arkadan ashtirib juda ham chiroyli holatda turibdi. Qorpolikda taqilgan ekan. Orqa qismi marhamat. Mashina dehqonniki, tayyorlanmagan mashina, shuning uchun e'tibor qilmaysizlar kiyim-kechaklarga. Hali gaz balon qo'yilmagan ekan, mashina benzinda. To'g'ri telefon raqamini ayting. 93lik 725 50 90 ming. Narxini qancha qilib beramiz, tog'ajon? Shu 11,5 pul. 11,5. Qancha o'tamiz 11,5 ni? Naqd pul bilan kelsa, tog'a. Naqd pul bilan kelsa, dehqon inson olib sotar emas. Qancha qilib beramiz? Keng mashina deyapti. 8 deyapman. Siz uchun 11,5 dedingiz. Yana naqd pul bilan kelsa 50 o'tasiz, tog'a. Naqd pul bilan shunday. 11,5 Dehqonga tog'ajon o'ziga o'xshagan dehqon inson kelsa agar olib sotar emas. 11,450 bo'lyapti. Telefon raqam qoldirildi. Telefon qilib baraka qilasizlar, Cobalt sotuvda.